pomidori ko'ryapsiz. Bu yerda ukrop, turib, rayhon, hamma urug', mana ismaladi urug'i, mana yaqinda bamiyaning yangi navlari. Masalan 1 kilo bodring 70 ming bo'lib ketadi, 100 ming bo'lib ketadi qishda-da. Shuning uchun shuni oldini olish uchun nima qilish kerak aslida? Aholi tomorqasida rejasiz ekish ishlari olib boriladi. Masalan, bir kishi badring ekib qimmatga sotgan bo'lsa, yana elga hamma nazoratsiz badring ekib olyapti. Natijada bozorda keragidan ortiqcha miqdorda mahsulot chiqyapti. Mana hozir badringni ko'ryapsiz, narxi tushib ketdi. Shuni tartibga solsa bo'ldi. Shuni ustida ham biz hozir izlanishlar olib boryapmiz. Kadrchilik tizimini diversifikatsiya qilishni boshladik. Ya'ni eng ilg'or tajribani olib kelib, bu ham ya'ni yangi tadqiqotlarni qo'llagan holda biz mana o'tgan yil bitta misol vietnamizatsiya dasturini amalga oshirdik. Ya'ni tindirilgan o'rishimiz bitta qishni xaladni to'qqiz oy 4 gradusda saqlab, 5 kun saqladik va nazoratga nisbatan ham hosili ko'proq, ya'ni u yoqda 4 million dona, 4,5 million dona ko'chat kelishgan bo'lsak, 6 million dona kelishdik. Faqat qog'ozda emas, amalda. Uchiqtir o'rnatish markazini bugungi kundagi istiqboldagi loyihalar to'g'risida ham sizlarga ma'lumot beradilar. Bu fursat qurti ya'ni bu faqatgina sovuqqonli hasharotlargagina ta'sir qiladigan gen bor. Fursat qurti shunday bargini ishlasa, oshqozonni yorib o'ladi. Hazırlanarken tegishli qaror asosida 100 ming dollar shu yerda dastur asosida vaziyat xuddi sabzavot qolishi yo'lidagi takrorlashuv sabab bo'lmaydi. Masalan, texnologiyada biz yangi texnologiya olib kelyapmiz. Yangi texnologiya, ya'ni bu IT texnologiyasi. Uchuq masalasida mahalliy olimlarning manfaatini himoya qilish masalasi qanday? Bizning rejamiz mana shu texnologiyani, navd emas, texnologiyani bizni mahalliy navlarga o'tkazamiz.